eng boy odam bo'lishi katta siri. Qanaqa boylik to'g'risida gaplashyapmiz? Ma'naviymi yoki moliyaviymi? Ma'naviy bo'ladigan bo'lsa ota-onaning duosi, lekin moliyaviy bo'lsa ham albatta ota-onaning duosi. Eng sog'lom odam bo'lishi katta siri. Hissiyotni nazorat qilish. Chunki hamma kasalliklar hissiyotdan, asabdan keladi. Asabni nazorat qila olsangiz, sizni sog'lig'ingizga ta'siri bo'ladi. Lekin bilingki, sizni hissiyotingizni buzayotgan odamlar sizni nazorat qilayotgandan dalolat bo'ladi. Eng zo'r biznesmen bo'lishi katta siri. Sakramang. 10 ta biznesga otilmang. Har yil biznesni o'zgartirmang. Bitta biznes tanlang, tishga qo'ying, 10 yil harakat qiling, o'zingiz ustida ishlang. O'shanda maqsadga muvofiq bo'ladi. Eng zo'r ota bo'lishi katta siri. Farzandingiz bilan do'st bo'ling, qo'rqmasdan, gapirishga aldamasin. Qo'rqsa aldashni boshlaydi. Me'yorida bo'lsin, hurmat ham qilsin, ozgina qo'rqsin, lekin bemalol bilan suhbat qila olsin. Eng zo'r o'g'il bo'lishi katta siri. Ota-onani aytishni kutmaylik, chunki biz ko'pincha his qilamiz, nimani ota-onamiz xolayapti. Lekin baribir erinamiz, oxir ota-onamiz aytgancha kutamiz, keyin baribir shu ishni qilamiz. O'shaning uchun aytmasidan oldin qilib qo'ying, sizdan zo'r o'g'il bo'lmaydi. Eng zo'r er bo'lishi katta siri. Endi u maxfiy narsalar, buni kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Nima qilish kerak o'zi bunaqa eng zo'r er bo'lish uchun?